Salom do'stlar, men aylanib yurib qishloqchani yo'qotib qo'ydim va qishloqlarda men sog'inib ketdim. Keyin esa menga bir fikr keldi. Men uy yasashga qaror qildim, xuddi qishloqnikiday. Sog'indim-da shu uchun. Va men bitta do'stimni uchratib qoldim. Salom Xerobirin, sen yaxshimisan, durustmisan? Bugun nima qilamiz? Men aylanib yurib qishloqlarni yo'qotib qo'ydim va men qishloqchani yo'qotib qo'ydim. Endi esa men qishloqchaga o'xshagan uy yasashga qaror qildim. Ketdik bir ochiq joy topaylik. Men axir sog'inib ketdim ularni. U yerda meni qancha do'stlarim bor edi. Golim bilan men qalin do'st edim. Shu uchun nima qilish kerakda hozir bir ochiq joyda topib bir poyga uramiz. Davaymi? Kimni uyi zo'r chiqsa. Davay men qishloqlarga xos qilaman, sen esa bironta zo'r uy qilasan. Davaymi? Davay kirishdi. Xerobirin, men ochiq joyni bilaman. Qani ketdik. Aziz tomoshabinlar, men bu videoni montaj qilguncha montajim chiqib ketdi. Shu uchun kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xerobirin qara, men aytgan joyimga seni olib keldim. Do'stlar, mana biz bilan yetib kelibmiz. Stiv aytyapti, meshakka ikkalamiz uy quramiz. Bittamiz boshqacha, qishloq uslubida, bittamiz esa shaharlik uslubida, zamonaviyroq qilamiz. Qaysi birimizniki zo'r chiqsa, kommentariyaga ana shu odamning ismini yozib qoldiring. Stiv yoki Xerobirin. Unda boshladik. Go!
nihoyat bitdik aziz do'stlar. Endi sizlar baho beringlar. Kimniki zo'r chiqdi? Stivnikimi yoki men Xerobringnikimi? Fikringlarni kommentariyada, ya'ni izohlarda yozib qoldiringlar. Agarda sizga yangi Minecraft kerak bo'lsa, izohlarda bitta silka bor. Shuni ustiga bossanglar, yangi hozirgi versiya Minecraft skachat bo'ladi. Voy Stiv, bu yerda nimalar qilib yording? Sen dizaynermisan? Dahshatku o'ying. Men bir payqasam bermanman gapirib do'stim. Zamonaviy-ku. Meniki bir molxonaga o'xshaydi, haqiqatchi bo'laveradi bizga ham shu qishloq uslubida bu. Fikringlarni izohlarda yozib qoldiringlar do'stlar. Sizlar bilan Stiv Xerobring bo'ldi. Xayr salomat bo'linglar do'stlar.